Insonlar nevroz va depressiya kabi kasalliklardan nimaga qutulishlari qiyin bo'ladi? Buni sababi u kasallik hali bu insonlarning miyasiga yetib bormagan. Ya'ni tushunmagan. YouTube'da ko'p mutaxassislar hamma o'zini uslubi bo'yicha tushuntiradi. Qachon sizga yoqadigan mutaxassis topsangiz, ya'ni sizning qalbingizga o'tiradigan va gaplar ancha sodda bo'lsa va o'sha narsa orqali siz bu kasallikda arzimaganligini tushunib olsangiz, bu kasallikdan bemalol qutulib ketishingiz mumkin bo'ladi. Bugungi videoda men shuni eng minimal darajada sodda qilib tushuntirmoqchiman. Sodda. Bundan soddasini menimcha topa olmasangiz kerak. Albatta videoni oxirigacha ko'rsangiz tushunib olasiz. Va bu video albatta hammaga yetib borishi uchun videoga izoh yozib, like bosing, mana shunda bu video ko'pchilikka yetib boradi-da, ko'pchilik o'zi aslida bu kasallikdan nimaga haligacha tuzalmayotganini tushunib yetadi. Bu kasallikdan tuzalmasligingiz sababi ikkita. Birinchisi, siz o'limdan qo'rqasiz. O'limdan haqiqatdan qo'rqasiz. O'lim sizni dahshatga solib qo'ygan. O'lim qo'rquvi. Nima uchun kapin solishdan qo'rqasiz? Nima uchun ko'chaga chiqishdan qo'rqasiz? Nima uchun yuragi urib ketishdan qo'rqasiz? Chunki o'lib qolishdan qo'rqasiz. Bularning ortida siz o'lib qolishingiz mumkin. Nima uchun doktor yugurasiz? Tekshiruvlardan o'tasiz har oy. Nimaga? Chunki siz sog'lig'ingizdan qayg'urasiz, o'lib qolishdan qo'rqasiz. Nima uchun yoningizga odam olib yurasiz? Chunki siz o'lib qolishingiz mumkin. Biror narsa bo'lib qolsa, yoningizda yordam beradigan odam kerak. Nima uchun siz janozalardan, o'lim so'zini eslatadigan janoza qabristonidan qo'rqasiz? Chunki o'limdan qo'rqasiz. Asl sababi mana shu. Hamma qo'rquv, mana bemorlarim aytayotgan xilma-xil simptomlarni sanashadi. Bitta narsa o'tadi. O'limdan qo'rqishadi. O'limdan qo'rqmagan kuni inson, o'limni boricha qabul qilgan kuni bu kasallikdan umuman qo'rqmay qo'ysa ham bo'ladi. Ya'ni asosiy birinchi sabab bu siz o'limdan qo'rqasiz. O'lim bor narsa. Paradoksni qarang. O'zi o'lim bor. Hammani peshonasida bor. Men ham ertaga bormanmi, yo'qmanmi, Xudo biladi. Bir kun keladi, bu dunyoda mening omonatim bitadi. Robbimizni, Xudoyim taolo oldiga qaytaman. Avvalambor hammamizga chiroyli o'lim topish nasib qilsin. Lekin mana shu o'lim bor bo'lib turib, o'limdan qo'rqamiz. Qo'rqamiz o'limdan. Ya'ni asl sababi siz o'limdan qo'rqasiz, birinchi sabab nevroz. Bu kasallikka chiqolmasligingiz sababi. Mana shu narsani yo'qotsangiz, o'limni tan olsangiz, ichingizdan, yuzaki kerak emas. Ichingizdan tan olsangiz bo'ldi, siz ukoldan, kapinsidan reaksiya berishdan, dori ichishdan qo'rqmaysiz. Ko'chada yolg'iz yurishdan qo'rqmaysiz. Qayerda bir vahima bosib qolsa, bir o'lim yetib qolishdan qo'rqmaysiz, chunki bilasiz o'lishingizni. Birinchi sabab mana shu. Ikkinchi sababi bu siz taqdirga rozi bo'lmaganingiz. Peshonada yozilgani bo'ladi degan narsaga rozi bo'lmaganingiz. Siz ideal olamni haligacha qidirib yuribsiz. Ideal hayotni, ideal er xohlayapsiz, ideal misol uchun mashina xohlayapsiz, ideal ota-ona xohlayapsiz, ideal farzandlar, ideal maosh xohlayapsiz. Xohlayapsiz. Lekin hayot sizni xohishingizga tupurgan. Hayotda sizni xohishingizga tupurgan joyi bor. To'g'risida, hayot siz ham o'tadi. Lekin siz xohlayapsiz. Yo'q. Men aytganim bo'lish kerak, ishchilarim aytgandek qilish kerak, ota-onam aytgandek bo'lish kerak, ayolim aytgandek bo'lish kerak, farzandim aytgandek bo'lish kerak. Xohlaysiz. Lekin hayot sizni xohishlaringizga tupurgan joyi bor. Ana endi nima bo'ladi? Hayotni o'zgartira olmaysiz, hayot davom etaveradi. Bu yerda esa o'zingiz qiynaganingiz qoladi. Mashinangiz orqasidan kimdir urdimi? Bo'ldi, demak, bu peshonada yozilgan. Hech qaysi inson ataylabda urmaydi. Siz bo'lsa jig'i-biyron bo'lasiz. Pulingiz yo'qolib qoldi. Hech kim ataylabdan pulni yo'qotmaydi. Siz bo'lsa asabiylashib o'tirasiz. Ya'ni qazoy qadarga rozi bo'lmaysiz. Endi qazoy qadarga rozi bo'lish degani peshonani ochib, og'izni ochib, peshonada yozilgan shu ekan deb o'tirish kerak degani emas. Harakat qilish kerak, lekin isyon qilmaslik kerak inson. Kuyinmaslik kerak. Voy, bunaqa bo'lib qoldi, bunaqa bo'lib qoldi. Menga bunaqa bo'lish kerak edi. Qaniydan bunaqa edi. Erim bunaqa, meni yo'q. Akalar, opalar, ukalar, singillar. Bu dunyo jannat emas. Jannatni bu dunyodan izlamang. Siz Instagramda ko'radigan, YouTube'da ko'radigan baxtli hayotga ega insonlar hammasi haqiqiy hayoti siz o'ylaganchalik baxtli emas. O'zingizni aldamang unaqa.
Hozir mana shunaqa aldash ko'payib ketdi, chunki oldin bunaqa internetda bunaqa mashhurlar kam ko'rinardi. Hozir siz bemalol ularni ijtimoiy tarmoq orqali ko'rib olasiz, ular hayoti bilan tanishsiz. Ular bizga faqat hayotini chiroyli tomonini ko'rsatadi, siz bo'lsa unga aldanib o'tiraverasiz. Ideallashtirib yuborasiz hamma narsani. Yo'q, meni erim buni erini qara, bunaqa qilib beryapti. Meni erim hech narsa qilib bergani yo'q. Uni xotinni qara, aytganini qiladi, meni xotinim hech narsa qilib bergani yo'q. Qazo qadarga peshonaga rozi bo'lmaysiz. Peshonaga rozi bo'lish degani bu og'izni ochib o'tirish emasda, xatolarni bilib, tushunib, o'shani o'zgartirish ustida ishlash. Hech narsa o'z-o'zidan bo'lmaydi. Hamma narsa Xudoyim taolaning aytgani bilan bo'ladi. Sizni, meni Xudoyim taolo yo'q joydan bor qilgan zot. Bir kuni jonimizni oladi. U aytganda, misol uchun uni bergan bizga taqdiriga rozi bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham sinovli dunyoda bekorga aytilmaydi. Siz o'zingizcha bu dunyodan jannatni qidirib, ya unaqa bo'lish kerak, bunaqa bo'lish kerak deb ovora bo'lib, xomtama bo'lib o'tirmang. Hammani o'zining sinovi bor. Kimdir qaynona bilan sinaladi, kimdir turmush o'rtoq bilan sinaladi, kimdir farzand bilan sinaladi, kimdir yo'qchilik bilan sinaladi. Hammani o'zining sinovi bor. Gap ana shu sinovga qanchalik chidashda. Siz chidamasdan, yo'q, men aytganim bo'lish kerak deb o'zingizni xulq-atvoringizni yomon tomonini ko'rsatar ekansiz, xunuk xulq-atvorga ega bo'lar ekansiz, albatta nevroz bo'lasiz. Mana shu xarakteringizni o'zgartirmas ekansiz, mana shu xulq-atvordan voz kechmas ekansiz, tuzalishni o'ylab o'tirmang. Oddiygina sodda qilib tushuntirganda mana shu. Xulq-atvoringizni go'zal qilib, peshonada yozilganiga rozi bo'lib, albatta, mayli shu narsa yozilgan ekan. Mayli Xudoyim taolo meni peshonamda yozib shu narsani deb boricha qabul qilib, ana endi shuni o'zgartirish ustida. Yoqmagan joyini o'zingiz o'zgartirib, isyon qilib emas, yoki qabul qilib harakat qilsangiz va albatta undan tashqari o'limga rozi bo'lsangiz, baribir bir kun o'lishingizni aniq bilsangiz, hech kim nevroz bo'lmaydi. Hech kim, hamma chiqib ketadi. Siz ana shunga rozi bo'lmayapsiz. Xarakteringizda qaysi jihatlari bor, mana shundan siz aziyat chekib yuribsiz. Bo'ldi, boshqa narsa emas. Xarakter bu birdan o'zgaradigan narsa emas. Birdaniga o'zgarib qolmaydi. Sekin-asta anglash kerak. Kimdir sizga anglatish kerak. O'zingiz anglanmayotgan bo'lsangiz, xarakteringizda noto'g'ri jihatni psixoterapevt anglatish kerak. Boring psixoterapevtga. O'zingizga yoqqan psixoterapevtga. O'zingizni qo'lingizdan kelmasa shuncha harakat qilib. Kitoblar ko'proq o'qing. Kurslarga qatnashing. Bir kunda bo'lmaydi bu narsa. Sekin-asta bo'ladi. Birdaniga tuzalib qolishni xohlamang. Birdaniga tuzalib qolmaysiz hech qachon. Sekin-asta tuzalib boraverasiz. Vaqt kerak hamma narsaga. Sekin-asta harakat qilib boraversangiz, men kafolat beraman sizga, albatta tuzalasiz. Faqat sabr bilan harakat qilish kerak. Sabr bilan o'sha psixoterapevt aytganini qilish kerak. Men nima uchun 10 kunlik kurs qildim? Nima uchun yotib davolanishga men sharoit qildim odamlarga? Bir kunda yetib bormayapti ularga. Bir marta qabulga kelganda ularga yetib bormayapti bu narsa. Sekin-asta ularni miyasiga 10 kun davomida sekin quyaman. Birinchi kun, ikkinchi kun vahima qilib yuboradi hamma. Voy, bunday bo'lyapman. 4-5 kun o'tgandan so'ng tushunib qoladi-da, unaqa vahima qilmaydi endi. Chunki tushunyapti. Shuning uchun menga birinchi, ikkinchi, uchinchi kun sal og'irroq o'tadi. Ramkaga tushirib olishga odamlar. Keyin yaxshi yurib ketadi. Muammo mana shunda. Xatolarni anglashadi chunki. Bir kunda bu qilish qiyin. Shuning uchun 10 kunlik yotib davolanishga va kurs qildim. Birdaniga bo'lib qolmaydi. Sekin-asta miyangiz tushunib boradi. Sizga shu o'zingiz tushunsangiz, kitoblar o'qib tushuning, harakat qiling, darsliklarni ko'ring, YouTubedan tushungan odamga shular o'zi yetadi. Tushunmagan joyingizga psixoterapevtlarga boring. Qatnashing darslariga, kurslar bo'lsa yoziling. O'zingiz albatta qalbingizga yoqqan va tekshiring. Chiroyli gapirib, lekin bu yoqda dab-dala qiladiganlar ham ko'p. Ko'pirtirib sizni tuzatib yuboraman, unday qilaman, bunday qilaman deydiganlar ishonmang. Hech kim sizni tuzata olmaydi. Men ham sizni tuzata olmayman. Men tuzalish yo'lini o'rgataman. O'zingiz tuzalasiz. Bu hayot chunki sizniki. Hech qaysi notiq sizni chiroyli gapiradigan qilib bermaydi. Hech qaysi masalan repetitor IELTS bo'yicha mutaxassis sizni IELTSdan 9 olib beradigan qilib bermaydi. O'zingiz harakat qilasiz. Hech qaysi novoy sizni zo'r novoy qilib tarbiyalay olmaydi. O'zingiz harakat qilsangiz bo'ladi. Psixoterapevt ham shunaqa sizga maslahatni beradi, tavsiya beradi, bajarish sizni vazifangiz. O'shani bajarib boraversangiz, sekin-asta tuzalib boraverasiz. Shuning uchun osmonlarda uchmangda mana shu ikkita haqiqatni anglang va harakatingizni qiling. Mana shunda yaxshi bo'lasiz. Bu video qolganlarga ham yetib borish uchun albatta yaqinlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang. Hammaga rahmat, sog', salomat bo'ling.